Assalomu alaykum skuter quvonuvchilari, skuter ishqibozlari. Kech bo'lishiga qaramasdan 2026-yil 28-may sanasiga ko'ra Dugale skuterlarimizni narxlarini aytib o'tinglar, obzor qilinglar degan akalarimiz uchun kommentariyada yozishgan ekan. Albatta, kommentariyalarini izoh bilan mana video qilib chiqarib beryapmiz. Har xilidan, har bittasidan bittadan olib kelib qo'yganmiz. Ochib qo'ydik, video qilyapmiz. Kechmi, qorong'i atlas ko'rinmasa to'g'ri ma'lumot olish uchun pastda nomer aloqa chiqsalar, albatta chiroyli narxlarda dastavkalarni qilib beradi. Aytib o'tib ketamiz, dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab mavjud, faqat mijoz bilan kelishilgan holda. Endi bularni obzor qilamiz. 72 volt 32 amperli akkumulyator bilan jihozlangan 6 ta 32 amperli akkumulyator. Yurish kilometrlari 80 kilometrdan 100 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. Yuk ko'tarishlari 2 kilogacha yuk ko'tariladi. Avariya sistemalari, migalkalari bor, ko'rishlari mumkin. O'ta neobishniy qilib ishlangan. Baquvvatliga vaqti gap bo'lishi mumkin emas. Tormozlari orqa oldi jitkis tormozli bo'ladi. Joyda ushlash imkoniyatini beradi. Ham pultda, ham kalitda yurgisiz bo'laveradi. Qarang, vishilkalarga chaqib qo'yibdi. Oyoq qo'yadigan oldi patnoshkalari, orqadagi odamlarga qo'yaveradi. Polilargacha bor, taylari ochiladi. Taylari ham ochilgan bo'lsa, bemalol sezonda qovun bilan tormozni solib kenglaveradi. Vaqti baquvvat qilib ishlanibdi. Dogalari bor, ko'rsa himoyalaydigan ancha-munchasini ishlab saqlaydi. Orqalari ochiladi. Orqasida albatta ham xarajat solib ketsangiz bo'laveradi. Zaryadchilari, hammalari qo'shib beriladi. Bitta solasida bemalol ishni bitirib ketaveradi. Ko'ringda, sistemalar orqalari chiroyli qilib ishlangan. Orqada nomer uchun pastavkaga, svetgacha qo'yib qo'yilgan. Chiroyli ishlaganini qarang. Orqa oldi aytganimdek jitkisli motorlar 1000 wattli 300 ga 10 lik qilib ishlangan. Vaqti baquvvat, qo'yib yurishlari ham gap yo'q, jim. Nima desa bo'ladi, bitta yurganingizda ham jim yuraveradi. Cho'ntaklari bor. Cho'ntaklarini ko'ring, vaqti baquvvat, signallari, zadniy rejimlari mavjud. Uchta skorsda harakatlanadi, tezliklari maksimum 68. Ustiga chiqqaningizda 65 tezlikda harakatlanadi. Maytda voltigacha speedometrini necha kilometr yurganingizni hisoblab boradi. Tablolari yangilangan, keng qilib ishlangan. Ikkishini bemalol olib ketsa bo'laveradi. Yumshoqligi vaqti gap bo'lishi mumkin emas. Tezlik razgomlari ham vaqti zo'r. M11 modellarimiz narxlari, ma'lumotlarini bitta-bitta qoldirmasdan aytib o'tib ketaman. Kommentariyada qanday savolingiz bo'lsa yozib ketish esdan chiqmasin. Balon razmerlari 3.10 chaka diskali, qizil diskali Redline, tormozli diskada, jitkisli aytganimdek, shu baquvvati ko'rishlari mumkin. Shu zo'r, neobishniysi, amortizatorlari ham uzunidan, yumshoqdan qo'yilgan. Ancha-muncha yamani bilintirmaydi. Keyingisi jicha razmeri kattaroq, 16lisi, 12lisi, 12 razmeri, chaka diska, qizil diskali, baquvvat, shahar ichi ham, quyoshda ham juda yaltillab beradi. Bunimizning motori 2000 wattli, bu 1000 wattli bo'lsa 2000 wattli. 72 volt 32 amper akkumulyator. Bunimizning narxi, M11imizning narxi attiga $700 dan qilib qo'ydik. 72 volt 32 amperligini 6 ta 32 amperli 100 kilometrgacha masofani bosib o'tish. Hamma holatda-yu. Akkumulyatorlari aytgandek 6 ta. Bunimiz akkumulyatori ham 6 ta 72 volt 32 amper. Bir xil akkumulyator. Quvvatli kilometr yurishlari 100 kilometrgacha yuraveradi, 80-100 kilometr. Orqa oldi tormozli tablolarini ko'rsating, tezliklarini. Birinchi skorsda 63 ga chiqyapti. Ikkinchi skors. Uchinchi skors 92. Motor quvvatlarini ko'ring. Motorlari ham ancha katta, 2000 watt, 1.5 watt, 2000 watt dan qo'yilgan. Orqa oldi bittada to'xtaydi jitkisli. Balonlari ingichka, pakrushkalari ham oddiy pakrushka emas. Hali inga yupka ekan deyishyapti ko'pchilik. Hali tormoz bergan sarida ancha-muncha silmay, ichida simi ko'proq. Bunda ham orqasida tormoz uchun, nomer uchun svetlari, pоворotniklari ham tani ham xuddi shundan bir xil ishlangan. Largon motor firmasiga tegishli orqa patnoshkalarini qarang. Bu ham keyin ishini bemalol olib ketsa bo'laveradi. 3 kishilar minsangiz ham bemalol tortadi. Akkumulyatorlari 6 ta. Narxi attiga $740, $735 dan qilib beraveramiz. Bemalol aloqa chiqsalaring, albatta ishlarni chiroyli narxlarda beraman. Vodiy bo'yicha bunaqa narxlar yo'q. Ko'pchilik aytayapti, bu joyda arzon, bu joyda qimmat. Skuterlarni ko'rsatingda, meni olavermaydi, meni obzorim kerak. Skuterlar ko'rsa ham, meni ko'rsatmang. Skuterni ko'rsa, hech qayerda yo'q, original akkumulyatorlari ham qo'qon zborka emas, o'zini zavod, Xitoy zborkalarida kelgan. M11, M5, M11 yana. Endi M11da ikkita qo'yib qo'yilganlarga 70 volt 20 amper.
arzonroqni xohlayotganlarga arzonroqdan olib qo'ygan. Akkumulyator tezliklari bir xil, yurish kilometricha pastroq, 40-60 kilometr o'rtacha yuraveradi. Yuk ko'tarishlari ham bir xil. Qancha yuk og'irlashgan sari shuncha kilometr pasaveradi. Ko'pchilik aytadi, shuncha yuradi deydi, million kishilar toqqa chiqadi deydi, kamroq yurdi deydi. Unaqa biz albatta bizni kuzatib turganlar oldin bitta like bosib, yurechani qizartirib, kommentariyada bitta izoh qoldirib ketsa, esdan chiqmasin. Obuna bo'lib ketsa, esdan chiqmasin. Ko'pchilik bizni obuna bo'lmasdan kuzatadi. Orqada buni ham baklari bor, avariya sistemalari mavjud. Hamma funksiya M11 model funksiya bunda ham bor. Akkumulyatorning farqi xuddi shu 70 kW 20 amper akkumulyatorda xuddi shunday. Ko'rishlaringiz mumkin. O'tani ham ishning, vaqti menga ham yoqdi, yumshoqligi bo'yicha, tezligi bo'yicha ham zo'r, razgomlari ham zo'r, yumshoqligi bo'yicha ham zo'r. Oyoq qo'yadigan patrushkalar necha bor odamda. Bemalol oyoqni qo'yib ketsa bo'laveradi. Men ikki odam ikki oyoq qo'yadi orqadagi. Orqa baklari ko'rsatdim, ichini ko'rsatdim. Ichlarida bemalol uzun, chuqur, ancha xarajat solib ketsangiz bo'laveradi. Keyingi modelimiz hammaga mashhur i9 modeli. Yumshoqlik bo'yicha ancha skuterni dog'dini bergan. Buni narxi oldin aytib ketamiz. $710 qilib qo'yganmiz. i9 ning narxini 70 kW 32 amperli akkumulyator bilan jihozlangan $710. Amazondan qarang yumshoqligini. Ashshi zo'rda, tomonlari ham o'ta neobishni. Akalar M11 da 70 kW 20 amperlik narxini aytmoqmiz. Buning narxini ko'pchilikga qiziq, atiga $620 qilib qo'yganmiz. Bemalol olib qo'yib ko'rasizlar, ishlarni chiroyli narxda bildirib beramiz. O'tib beradigan joyi bor sunnatiga, telefon qilaverasizlar, o'tib beriladi. Buning narxi aytganimda 70 kW 32 amper, yurish kilometri 80-100 km masofani bosib o'tadi, pultlari bor, tezliklarni ko'ring. M11 narxi tezliklarini 56. Original 56 tezlik. Nimaga 56 da yuradi xolos, bular ko'p yuradi desa, mashinaning tezligida bir xilda ketadi. O'zim minib ko'rdim, sekin emas. Aytganimda 70 kW bo'ladi, sekin bo'ladi. Motorlari minvatli motor bilan jihozlangan, paypog'igacha turibdi. Orqa oldi tormoz, orqalarini qarang, nima ishlaydigan. Dugalari bor, ko'rsatib qolmaydigan, baklari, xarizlashgan joylari, kaskalari obязательно qo'shib beradi, jiletkalarni qo'shib beramiz. Shu avariya sistemalari mavjud. Oldilarini ham oling. O'tani ham ishlay qilishadi. Kanallarni ko'ring, yonishini yerda to'g'ri yoritib beradi. Ashyo zo'rgan, tani bilishingilar ham o'ta chiroyli qilib ishlanibdi. Shu menga ham yoqdi bu modelimiz. Dugali skuter, kattaroqni qolgan. Diskalarni olib keling, diskalarni. Diskalarni olib keling. O'tani ham ishni ko'ring. Ya pakrushkalari ham aytganimdek oddiy pakrushka emas, original. O'zining pakrushkasidan tormozli diskada bo'ladi. Orqa oldi tormoz, dugalari bor, ko'rsatmaydigan. Ranglari seriy yashil kalibratsiya qilingan. Buni biz narxi aytganimdek Eslatdim. $720 qilib beraveramiz. $720. Buning narxi endi Durex brendidan arzonroq dugali deganlarga, mana orqa oldi tormozli dugali, neobishli bo'lgan. Orqada bitta baki yo'q xolos. Tushunmayman. Mana bu to'g'ri tortishlari zo'r, motorlari minvatli, jiksli, vobshe baquvvat, amortizatorlari ham zo'r, dugalari bor, oyoq qo'yadigan patrushkalari mavjud. Ham pultda ham kaltda harakatlansangiz bo'ladi. Eng yoqqan tomoni, qaranglarda, bu skuterimizda 4 ta skors bor. Qarang. Skors qarang, 2 da, mana birdan olaylik. Mana 1, 1, 2, 3, 4 ta skors. 68. Hech qaysi skuterda yo'q. Bemalol maqtansangiz bo'laveradi. Menda 4 ta skors bor deb. Kimda 4 ta skors bo'lsa, kommentariyada yozsin. Avariya sistemalari bor. Ganni yo'lda yorishlari ham yaxshi zo'r. Dugalari bor, ko'rsatib qolmaydigan, yumshoqligi bo'yicha yaxshi gap yo'q. Balon razmerlari 3-ga 10 qilib ishlangan. Buni o'zi atiga $500 dan xarid qilishlaringiz mumkin. Soni cheklangan. Albatta 5 ta mumkin bor. Bemalol olib ko'rasizlar. Yaxshi zo'r yumshoqligini qarang, o'zimga ham yoqdi, tortishlari ham yaxshi gap yo'q. Meni ko'rsatib beraman. Akalar, videoni oxirigacha ko'rib turganlarga kattakon rahmat. Yaxshi tortishlarni qarang, zo'rligini, zadniy rejimlari ham bor. Signallar ham shu baquvvatidan qo'yilgan. Buning narxi $500. Ulgurib boramiz. 620 amperli akkumulyator, 40-70 km masofani bosib o'taveradi. Kishini bemalol olib ketaveradi. Hamma funksiyalar bor, bakovoy, zaryadchilar, hamma yo'llari bor. Yangi 0 probeg, yangi skuterimiz. Endi hammaga mashhur o'sha option. Sonders.
hamma sog'inib kutgan Sonders. Men bu king egariga qiziqdim. Yumshoqligini qarang. O'zini massajni egarlari, balonlari ham 27.5 ga 3.0 qilib ishlangan. Yoqishmi qani? Yoqish tablolarni qarang. Bu firma Sonders firma bo'ladi. Bu Sonders firma, tablolari ham Sonders, ko'rishingiz mumkin. Endi motorini olib keling. Motorini olib keling. Ko'rinyaptimi? Sonders, motorlari ham Sonders, alohida original firma. Hamma yo'qlariga Sonders. Qarang, yiqilib netganda pedallari ham shiriqqa to'zi taklanib bo'ladi. Mana. Keyin yana bunday ochib ketilaveradi. Ikki tomoni ham bir xilda. Yiqilganda xavfsizlik uchun zo'r. Endi qarang, ham gaz ruchkada, mana. Ham gaz ruchkada, ham pedal tepsiz, bemalol chiqadi. Qarang, pedal tepasiz, bo'ldi. O'z qo'shib ketadi. Bo'ldi. Ikkita tepib qo'yasiz, o'z qo'shib ketadi. Fanarlar ishlaganini qarang. Fanarlarni qarang, orqa fanarlarni ishlaganini. O'tani abishni qilib ishlabdi. Shu baquvvatligi ham, qosh tog'larga ham chiqqani ham oson, bolalarga ham sportivniy, ham dastlab shakalarimizga 50 kilometrdan 70 kilometrgacha yurishdi. Davra keldi. Akalar vahshi zo'r egarlari ko'tarib tushiradi, bemalol yuribga qilib, burusaysan 2 metrli odamlar ham minsa bo'laveradi. Meni ham ko'rsatib beraymi? Qarang. Torchini qarang, torchini. Pedal tepsiz ham gaz qo'shadi, vahshi zo'r. Baquvvatligi bo'yicha ham qarang. Vahshi. Amazonlarni qarang. Amazonlarni kelinglar. Amazonlar. Tog' velosipedi, hech qanaqa, hech nima bo'lmaydi. Qarang. Ko'ring. Hech nima bo'lmaydi. Hamma yo'llar original, 5 ta skorsda bemalol harakatlansangiz bo'laveradi. Tabloda 5 ta skors bor. Menga yoqqan joyi 7 ta skorsda zaryad tugab qolsa, bemalol kelaveradi. Chaqlarni ko'rsating orqadan. Chaqlarni ko'rsating. Qarang. Bemalol bitta o'tadi, original o'zini chaqlar. Vahshi zo'r. Mana issiqqina X9'imiz ham chiqdi. Endi buni narxini aytib o'tib ketaman. Finalgacha bor. Ham gaz ruchkada, ham pedal yuradi. Zaryad tugab bo'lsa, 7 ta skorsda harakatlanib ketsangiz bo'laveradi. Buni narxini 410 dollardan qilib qo'yganmiz. Bemalol orqaga chiqarasizlar. Sonderstoning ishlayni chiroyli narxlarda bitirib beramiz. Albatta soni cheklangan. X9 modelimiz 5 ta 20 amperli akkumulyator bilan jihozlangan. Orqa Kaochning oldish 2 stolga amazonlar yaxshi yumshoq, ko'rsatmalar dugalari bor, oyoq patnoshkalarni qarang. Yamishniligini, orqalari ham bor. 2 kishini bemalol ketaveradi. Kattaroq bo'lsin yoki kichkinaroq bo'lsin, o'rtasida bo'lsin. Ham kichkina emas, ham katta emas. Zadniy rejimlari bor. Sportda avtomat korobka bo'ladi. Ash yurishlariga ham gap bo'lishi mumkin emas. Tablolari ham original, shu baquvvatidan qo'yilgan. Yangi funksiyada qo'yilgan. 3 ta skorsda harakatlanadi. Motorlari 800 vatli. Mana orqasi jiksli ekan. Orqa oldi jiksli ekan. Shu zo'r ekan. Menga yoqqan tomoni yangi chiqdi. Bolalarga yig'ib chiqaryapti. Kaskasi jilet obязательно qo'shib beriladi. 70-60 volt 20 amperli akkumulyator bilan jihozlangan. Kattaligi ham yaxshi gap yo'q. Orqa patnoshkalari, yon patnoshkalari bor. Buning narxini ham 500 dollardan qilib beraveramiz. X9 modelimiz. Bemalol orqaga chiqarasizlar. Sonders modelimiz 410 dollardan. Qalamonga. Bizda oxirgacha kuzatib turgan akalarimiz, yo'qlarimizga kattagon rahmat. Qanday turda skuterlarimizni arzon qiling degan akalarimizga albatta kommentariyaga yozib ketinglar. Albatta izohlaringni o'qib video qilamiz. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum.